Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz siz bilan shunchaki video ko'rmaymiz, balki o'zlikni anglash yo'lida muhim bir safarga chiqamiz. Tasavvur qiling, 100 yil oldingi Turkiston o'lkasi. Aynan mana shu murakkab davrda bir ma'rifatparvar inson millatning ko'ziga haqiqatni ko'rsatish uchun qo'liga qalam oladi. Bu buyuk zot Mahmudxo'ja Behbudiy edi. Uning qalamiga mansub bo'lgan Padarkush dramasi o'zbek teatrining tug'ilishiga sabab bo'lib, millatning ichki og'riqlarini sahnaga olib chiqdi. Padarkush forschadan tarjima qilganda ota qotili degan ma'noni anglatadi. Nega Behbudiy aynan shu og'ir mavzuni tanladi? Nahotki jigarband o'z otasiga qo'l ko'tara olsa? Afsuski, jaholat insonni mana shunday ayanchli holatga olib boradi. Bu asar shunchaki jinoyat haqida emas, balki bilimsizlik natijasida inqirozga uchrayotgan jamiyatning fojiasidir. Keling, bu voqealarni birgalikda tahlil qilaylik. Asarning markaziy qahramoni boy. U o'ta badavlat savdogar. Atrofdagilar unga e'tibor bilan qaraydi. Ammo uning ma'naviy dunyosi biroz qashshoq. Uning nazarida dunyoda puldan qadrliroq narsa yo'q. Mana shu boy qiyofasi orqali Behbudiy o'sha davrning eskicha qarashlarini ko'rsatib bergan. Kunlardan bir kun boyning huzuriga o'sha davrning o'qimishli vakillari, domla va ziyoli tashrif buyurishadi. Ularning maqsadi ezgu edi. Boyning farzandi Toshmurodni zamonaviy maktabda o'qitish. Ziyoli boyga qarab shunday deydi: "Boy ota, zamon o'zgardi. Endi hunar va savdo uchun ham bilim kerak. O'g'lingizni yangi maktabga bering. U til o'rgansin, dunyoni tanisin." Ammo boyning javobi jaholatning ko'rinishi edi. U kibr bilan shunday deydi: "Mening otam ham bobom ham o'qimay boy bo'lgan. Men ham o'qimaganman, ammo hamma narsam bor. O'qishni bechoralar, puli yo'qlar o'qisin." Boy mana shu yerda nafaqat o'z o'g'lini, balki kelajagini ham xavf ostiga qo'yayotganini sezmaydi. U farzandini bilim nuridan uzoqlashtirib, uning qo'liga faqat pul berdi. Behbudiy bu sahna orqali aytmoqchiki, bilimsiz berilgan boylik bu halokatga olib boradi. Toshmurod esa otasining pullari bilan faqat vaqtincha kayfu safo qilishga o'rganib qoldi. Endi Toshmurodning hayotiga nazar tashlaylik. Otasi uchun u faqat merosxo'r edi, ammo uning tarbiyasi e'tibordan chetda qoldi. Toshmurod maktabga bormadi, ammo u yomon davralarda katta bo'ldi. Uning atrofida faqat boyning pulini sarflashni o'ylaydigan maqsadsiz yoshlar to'plandi. Bu yoshlar uchun ota-ona hurmati yoki or-nomus degan tushunchalar begona edi. Ular uchun hayot faqat tungi bazmlar va behaya o'yinlardan iborat bo'ldi. Toshmurod o'zining nechog'lik adashganligini anglamaydi. Uning ulfatlari uni har kuni maktab yo'ldan urishadi. Bir kuni maishat uchun pul tugaydi. Mana shu yerda jaholat o'zining haqiqiy qiyofasini ko'rsatadi. Toshmurodning ulfatlari unga "Otangda pul ko'p, sandiqda turibdi. Yur, o'sha pullarni olamizda mazza qilamiz" deb maslahat berishadi. Toshmurod bir lahza bo'lsa ham ikkilanmaydi. Chunki uning qalbida otaga nisbatan mehr emas, faqat nafs bor edi. Mana, Behbudiy nima uchun bilim oling deb bong urgan edi? Chunki bilimsiz o'g'il dushmandan ham xavfliroq bo'ladi. Voqealar rivoji o'zining eng og'ir nuqtasiga keladi. Tungi zulmat. Toshmurod va uning sheriklari boyning uyiga o'g'irlikka tushishadi. O'z farzandi o'z otasining uyiga begonadek kirmoqda. Boy uyg'onib ketadi. U qorong'uda o'g'rini ko'rib, uni to'xtatishga harakat qiladi. Ammo jaholat va kayfu safodan ongi ko'r bo'lgan Toshmurod o'z otasining ko'ksiga achchiq pichoq uradi. Ota jon berayotganida
o'g'lini tanib qoladi. Bu naqadar ayanchli holat. Boy farzandidan pulini ayamagan edi, ammo tarbiyasi va bilimi uchun vaqt ajratmadi. Natijada o'sha o'g'il otasining qotiliga aylandi. Behbudiy bu bilan: "Ey odamlar, agar farzandingizga bilim bermangiz, siz aslida unga o'zingizni halok qilish uchun qurol bergan bo'lasiz." Tartib posbonlari keladi. Toshmurod va uning sheriklari hibsga olinadi va umrbod surgunga mahkum etiladi. Hech kim baxtli bo'lmadi. Boylik hech kimga vafo qilmadi. Faqat jaholat g'alaba qildi. Azizlar, Padarqush dramasining yakunida Ziyolining bir gapi bor. Bu gap 100 yil oldin qanday yangragan bo'lsa, bugun ham shunday muhim. U deydiki, bizni xarob qilgan jaholatdir. Bizni xor qilgan ilmsizlikdir. Behbudiy bu asar bilan millatni uyg'otishni xohlagan. U aytmoqchiki, agar biz ma'rifatli bo'lmasak, agar biz farzandlarimizga dunyo ilmlarini o'rgatmasak, biz har doim ezilib yashaymiz. Boylik o'tkinchi narsa, ammo bilim abadiy merosdir. Bugungi kunga qaraylik. Oramizda hamon o'sha boy otalar yo'qmi? Farzandining ta'limidan ko'ra dabdabali to'ylarga millionlab pul sarflaydiganlar kammi? Farzandiga qimmat telefon olib berishni kerakli deb bilib, ammo unga kitob sovg'a qilishga qurbi yetmaydiganlar yo'qmi? Behbudiyning Padarqush asari bu faqat o'tmish emas, balki bugungi kun uchun muhim xulosadir. Agar biz ilmga e'tibor bermasak, adashgan yoshlar ko'payaveradi. Agar biz ziyo yo'lidan bormasak, ma'naviy inqiroz bizni halok qiladi. Aziz do'stlar, kitob o'qing. Farzandingizga eng qimmat mashinani emas, eng yaxshi bilimni bering. Mana shu bizning kelajagimizdir. Agar bugungi suhbatimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing va uni yaqinlaringizga ulashing. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz bilan birga hali ko'plab ajoyib kitoblar dunyosini kashf qilasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bilim va ma'rifat yo'lida ko'rishguncha.